Bosh, bo'yin muskullarini o'z-o'zini massaj qilish. Bosh va bo'yin muskullari haqida qisqacha. Bosh va bo'yin muskullari tananing muhim qismlaridan hisoblanadi. Ular boshni qo'llab-quvvatlash, harakatlantirish va turli sohalarda ko'zlar, quloqlar, yuz, bosh his qilishni ta'minlash kabi funksiyalarni bajaradi. Ushbu mushaklar ayniqsa stress, noto'g'ri holatlarda, ko'p vaqt turish yoki kompyuterda ishlashda tez charchaydi. Bu esa og'riqlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli o'z-o'zini massaj qilish bu muammolarni yengillashtirish va mushaklarning ishlashini yaxshilashda juda samarali bo'lishi mumkin. O'z-o'zini massaj qilishning foydalari: og'riqni kamaytiradi, bosh va bo'yindagi kuchlanishni yengillashtirib, og'riqlarni kamaytiradi. Qon aylanishini yaxshilaydi. Mushaklarni massaj qilish qon aylanishini yaxshilaydi. Bu esa shifo jarayonlarini tezlashtiradi. Stressni kamaytiradi. Stress va charchoqni kamaytirishga yordam beradi. Yuqori samarali dam olish. Mushaklar bo'shashadi. Bu esa umumiy dam olishni ta'minlaydi. Moslashuvchanlikni oshiradi. Mushaklarning elastikligini va harakatchanligini oshiradi. Bosh va bo'yin muskullarini massaj qilish usullari. Boshni massaj qilish. Bu yengil bosish va aylanma harakatlar. Bosh terisini barmoqlaringiz bilan yengil bosish, soat yo'nalishi va unga teskari bo'lgan holatda aylanma harakatlar qilish. Teri ostidagi bosim. Barmoqlaringizni bosh terisining har bir qismini siljitib, pastdan yuqoriga qarab sekin siljiting. Boshning turli nuqtalarini bosish. Boshning turli qismlarini, masalan, boshning orti qismlari barmoqlaringiz bilan siljitib, yumshoq lekin barqaror bosim qo'ying. Bo'yin muskulini massaj qilish. Bo'yin mushaklarini cho'zish. Qo'l barmoqlar yordamida bo'yinning orqa tomonidagi mushaklarni siljiting va bosimni sezilarli darajada oshiring. Ushbu harakatlarni yuqoridan pastga va bo'yin tomoniga qarab bajaring. Yuqori bo'yin va yelkalarni massaj qilish. Barmoqlaringizni bo'yinning yuqori qismiga joylashtiring va ularni yumshoq bosim bilan ilgari suring. Bu usul og'riq va kuchlanishni kamaytirishga yordam beradi. Yelkalarni massaj qilish. Barmoqlaringizni yelkangizning yuqori qismiga qo'yib, aylantiruvchi yoki siljituvchi harakatlar bilan bosim qiling. Bu bosh va bo'yin muskullarini o'z-o'zini massaj qilish har doim turli charchoqlarning oldini olish, stresslarni oldini olishda juda katta foyda beradi va o'z harakatchanligini yo'qotgan muskullar, o'z ishini bajarishda sustlashgan muskullarni yaxshi jarayonni amalga oshiradi, normaga keltiradi.